Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. 2 yildan boshlab barcha pensionerlar uchun yangi syurpriz degan gaplar nimani anglatadi? Kim bundan foyda ko'rishi mumkin? Kim esa shunchaki mish-mishlarga ishonib vaqt yo'qotmasligi kerak. Bu ma'lumot sizning pensiyangizga, qo'shimcha to'lovlaringizga, bank kartangizga tushadigan pulga va hujjatlaringiz to'g'ri yuritilishiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men buni oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha pensionerlarimizga kech yetib boradi. Men eng avvalo shuni aniq aytib qo'ymoqchiman. Pensionerlar orasida 12 iyuldan hammaga avtomatik pul qo'shilar ekan. Hamma pensionerga bir xil miqdorda yordam puli berilar ekan. Banka bo'lmasa pensiya to'xtab qolar ekan degan gaplar tez tarqaladi. Bunday gaplarning hammasi ham to'g'ri bo'lavermaydi. Lekin 12 iyul sanasi atrofida muhim jihat bor. Pensionerlar o'z ma'lumotlarini tekshirtirish, pensiya hisob-kitobidagi xatolarni aniqlash, qo'shimcha huquqlari bor yo'qligini bilish, bank kartasi yoki naqd pul olish tartibini tartibga solish masalasiga jiddiy qarash kerak. Oldin ko'p pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin yillar davomida hujjatlarini qayta ko'rib chiqmas edi. Menga pensiya tayinlangan, demak hammasi to'g'ri deb o'ylardi. Lekin amalda boshqacha holatlar ko'p uchraydi. Masalan, odamning o'tgan yil ish staji arxivdan topilmay qolgan bo'lishi mumkin. Yoki ayol kishining farzand parvarishi davri hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Yoki ilgari boshqa tumanda ishlagan davri pensiya ishiga qo'shilmagan bo'lishi mumkin. Natijada odam har oy 100 ming, 200 ming, ba'zan undan ham ko'proq pulni ola olmay yurgan bo'ladi. Endi esa pensionerlar uchun asosiy yangilik shundaki, har bir kishi o'z pensiya ishini shunchaki qachondir tekshirtiraman deb emas, aynan belgilangan sanalardan boshlab aniq tartibda tekshirtirishi, kerakli ariza bilan murojaat qilishi va o'z huquqini talab qilishi kerak. Men buni syurpriz deb atayman. Chunki ko'pchilik pensionerlar o'zida qo'shimcha olish imkoniyati borligini bilmaydi. Kimdir mening pensiyam kam, lekin baribir oshmaydi deb yuradi. Aslida esa bir dona eski mehnat daftarchasi yozuvi, bitta arxiv ma'lumoti yoki bitta noto'g'ri kiritilgan raqam pensiya miqdorini o'zgartirishi mumkin. Asosiy qiysing bir, nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasa ham bo'ladi? Men pensionerlarni bir necha toifaga bo'lib tushuntiraman. Birinchi toifa pensiyasi juda kam deb hisoblaydiganlar. Masalan, siz 30 yil ishlagan bo'lsangiz, lekin pensiyangiz siz bilan bir xil ishlagan qo'shningiznikidan ancha kam bo'lsa, bu bejiz emas. Albatta, hammaning ish haqi, staji, imtiyozli davrlari, lavozimi har xil bo'ladi. Lekin farq juda katta bo'lsa, tekshirtirish kerak. Masalan, Anvar aka 32 yil ishlagan, pensiyasi 1 million 250 ming so'm. Uning do'sti Karim aka ham deyarli shuncha ishlagan, lekin 1 million 600 ming so'm oladi. Anvar aka menga kam chiqarishgan shekilli deb yurgan. Lekin hech qayerga bormagan. Keyin tekshirtirilganda ma'lum bo'ladiki, uning 5 yil kolxozdagi ish davri arxividan kelmagan. Shuning uchun hisobga kirmagan. Agar bu davr hujjat bilan tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Ikkinchi toifa, mehnat daftarchasida eski, noaniq yoki xato yozuvlari bor pensionerlar. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Ishga kirgan sana bor, lekin bo'shagan sana o'qilmaydi, muhr ko'rinmaydi. Korxona nomi keyinchalik o'zgargan, lekin hujjatda izoh yo'q. Bunday holatda pensiya hisobnomon bo'lishi mumkin. Agar sizning ish stajingizdan bir qismi hisobga olinmagan bo'lsa, bu har oy pensiyangizga ta'sir qiladi. Oddiy qilib aytsam, hujjatdagi bitta noaniqlik sizning cho'ntagingizdagi real pulga aylanadi yoki aksincha sizdan uzoqlashadi. Uchinchi toifa ishlashda davom etayotgan pensionerlar. Ko'p odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bu holatda ham savollar ko'p. Ishlayotganim uchun pensiyam kamaydimi? Qo'shimcha stajga keyin hisobga olinadimi? Qayta hisoblashga ariza berishim kerakmi? Men shuni aytaman. Agar pensioner ishlashda davom etsa, u o'zining rasmiy ish joyi, soliq va ijtimoiy to'lovlari, mehnat shartnomasi to'g'ri yuritilayotganini tekshirtirib turishi kerak. Chunki siz ishlayapsiz, lekin ish beruvchi sizni rasmiy ko'rsatmagan bo'lsa, keyin siz men yana 2 yil ishladim desangiz ham hujjatsiz isbotlash qiyin bo'ladi. To'rtinchi toifa bank kartasi orqali pensiya oladiganlar.
Hozir ko'pchilik pensiyasini kartaga oladi. Bu qulay, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Kartaning muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, telefon raqam o'zgargan bo'lsa, bank ilovasiga begona odam ulangan bo'lsa, pensiya tushishi yoki undan foydalanishda muammo chiqadi. Men ko'p pensionerlarimizga aytaman. Kartangizni hech kimga bermang, pin kodni aytmang. Sizga yordam puli chiqaramiz. SMS kodini ayting deganlarga ishonmang. 12 iyuldan keyin tarqaladigan har qanday syurpriz pul haqidagi xabarda firibgarlar ham faollashadi. Ular aynan pensionerlarni nishonga oladi. 5-toifa yolg'iz yashaydigan yoki nogironligi bo'lgan pensionerlar. Bu insonlar ayrim hollarda qo'shimcha ijtimoiy yordam, parvarish bilan bog'liq xizmatlar, mahalla orqali ko'mak, tibbiy ijtimoiy xizmatlardan foydalanish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu narsalar ham avtomatik kelavermaydi. Mahallaga ijtimoiy xodimga tegishli tashkilotga murojaat qilish, holatni tushuntirish, hujjatlarini taqdim etish kerak bo'ladi. Masalan, Munira opa yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa viloyatda. U kommunal to'lovlar, dori-darmon, oziq-ovqat masalasida qiynaladi. Agar u o'z holatini mahallaga to'g'ri bildirmasa, ro'yxatga olinmasa, unga berilishi mumkin bo'lgan yordam ham kechikadi. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi barcha davrlar hisobga olinganini bilsangiz, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringizda xato bo'lmasa, vahima qilish shart emas. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki men doim shuni aytaman. Pensiya masalasida hammasi joyida bo'lsa kerak degan taxmin emas. Aniq ma'lumot muhim. Keling, birinchi misolni olaylik. Rustam ota 6-yoshda 1990-yillarda zavodda ishlagan. Zavod keyin yopilgan. Hujjatlar arxivga topshirilgan. Pensiya tayinlanganda u davrning faqat 4 yili hisobga olingan. Aslida esa 9 yil ishlagan. Rustam ota buni bilmagan. Chunki pensiya tayinlangan paytda unga hujjat topilmadi deyishgan. Oradan yillar o'tgan. Endi u arxivga so'rov berib, ish haqi va staj ma'lumotlarini topsa, pensiya ishini qayta ko'rib chiqish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu har oyda katta farq bermasligi mumkin. Lekin 100 ming so'm ham pensioner uchun kichik pul emas. Bir yilda bu 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Agar farq 200 ming bo'lsa, bir yilda 2 million 400 ming so'm. Ikkinchi misol, Salma opa 5 farzandni tarbiyalagan. Lekin pensiya tayinlanganda ayrim davrlar hisobga olinmagan. U ayollarga farzand bilan uyda o'tirgan davr ham hisobga kiradimi deb so'rashga uyalgan. Men bunday holatlarda ayollarga alohida maslahat beraman. Farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotlar bir joyga yig'ilsin. Chunki ayollarning pensiya hisobida ba'zan nozik jihatlar bo'ladi. Hamma holatda ham pul qo'shiladi deb aytmayman. Lekin tekshirtirmasdan turib menga tegishli emas deyish noto'g'ri. Uchinchi misol. Sobir aka pensiyasini kartaga oladi. Unga telefon orqali bir odam qo'ng'iroq qilib, 12 iyuldan pensionerlarga yangi to'lov chiqdi. Kartangizga ulab beramiz. SMS kodni ayting degan. Sobir aka ishonib kodni aytgan. Natijada kartasidagi pul yechib olingan. Mana eng katta xavf shu. Har qanday yangilik chiqqanda. Firibgarlar yordam beramiz, ro'yxatga kiritamiz, pul chiqaramiz deb telefon qiladi. Men aniq aytaman, hech bir rasmiy tashkilot sizdan telefon orqali karta PIN kodi, SMS kodi, bank ilovasi parolini so'ramaydi. Agar so'rasa, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik nuqta. Hamma pensionerga bir xil qo'shimcha berilmaydi. Odamlar ko'pincha barcha pensionerlar uchun degan jumlani eshitib, demak hammaga bir xil pul tushadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya tizimida ko'p narsa individual hisoblanadi. Sizning ish stajingiz, ish haqi ma'lumotlaringiz, nogironlik holatingiz, bo'g'uvchisini yo'qotganlik bo'yicha huquqingiz, yoshga doir pensiyangiz, imtiyozlaringiz, ishlayotgan yoki ishlamayotganingiz, yashash sharoitingiz alohida ko'rib chiqiladi. Ikkinchi nozik nuqta, og'zaki gap yetarli emas. Hujjat kerak. Men shu yerda ishlaganman, hamma biladi degan gap ko'pincha yetmaydi. Pensiya qayta hisoblanishi uchun hujjat arxiv ma'lumoti, ish haqi haqida ma'lumotnoma, mehnat daftarchasi yozuvi, buyruq nusxasi yoki boshqa rasmiy tasdiq kerak bo'ladi. Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivdan izlash kerak. Agar arxivda topilmasa, ba'zi holatlarda sud orqali faktni belgilash masalasi ko'tarilishi mumkin. Bu oson yo'l emas.
Lekin ayrim pensionerlar uchun yagona yo'l bo'lishi mumkin. 3-nozik nuqta pasport ma'lumotlari va ism sharifdagi xatolar. Masalan, mehnat daftarchasida Abdullayeva, pasportda Abdullayeva yozilgan. Yoki tug'ilgan sana bir joyda 1927 yil, boshqa hujjatda 1929 yil bo'lib qolgan. Bunday xatolar kichik ko'ringani bilan hujjatlarni bog'lashda muammo tug'diradi. Ayniqsa eski hujjatlarda kiril yozuvi, lotin yozuvi, ruscha transkripsiya farqlari ko'p uchraydi. Shuning uchun pensionerlar o'z hujjatlaridagi ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport seriyasi, JSHSH raqami bir-biriga mosligini tekshirtirishi kerak. 4-nozik nuqta bank va pensiya tashkiloti ma'lumotlari mos bo'lishi kerak. Kartangiz boshqa telefon raqamiga ulangan, pasportingiz yangilangan. Lekin bankda eski ma'lumot qolgan bo'lishi mumkin. Pensiya tushadi, lekin pulni yetishda muammo bo'ladi. Yoki naqd pul oladigan pensioner vaqtida uyda bo'lmasa to'lov kechikadi. Shuning uchun to'lov usulini oldindan aniqlashtirish kerak. 5-nozik nuqta ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zi pensionerlar yura olmaydi. Farzandi yoki qarindoshi pensiyasini olib beradi. Bu holatda ishonchnoma qonuniy rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, to'lovda muammo chiqadi. Bundan tashqari men pensionerning o'ziga maslahat beraman. Agar kimdir sizning nomingizdan pensiya olayotgan bo'lsa, har oy qancha tushganini, qancha olinganini bilib turing. Afsuski, ba'zan yaqin odamlar ham pensionerning pulini noto'g'ri ishlatishi mumkin. 6-nozik nuqta. Menga baribir oshmaydi degan tushuncha. Bu juda xavfli fikr. Chunki ko'p odamlar huquqini bilmagani uchun yillar davomida kam pul oladi. Men hammani sudga, idoraga yuguring demayman. Lekin kamida bir marta pensiya ishini tekshirtirish, hisobga olingan staj necha yil, qaysi ish haqi davrlari olingan, qanday asosda hisoblanganini bilish kerak. Siz o'z pulingizni so'rayapsiz, birovdan sadaqa so'ramayapsiz. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, harbiy xizmat bo'lgan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, bank kartasi ma'lumotlari alohida papkada tursin. Hujjatlar tartibli bo'lsa, murojaat qilish ham osonlashadi. Ikkinchi qadam, pensiyangiz qanday hisoblanganini tekshirtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qilishingiz mumkin. Agar elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, MyBookBuz orqali ham ayrim ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Lekin ko'p pensionerlar internetdan foydalanmaydi. Shuning uchun farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yordam so'rang. Faqat ularga karta parolingizni emas, hujjat tekshirish ishini topshiring. 3-qadam, ariza yozing. Arizada oddiy va aniq yozish kerak. Mening pensiya ishimni qayta ko'rib chiqishingizni. Ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olinmaganini tekshirishingizni so'rayman. Agar sizda aniq sabab bo'lsa, uni yozing. Masalan, 1997, 1992 yillarda falon korxonada ishlagan davrim hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Yoki mehnat daftarchamda yozuv bo'yicha aniqlik kiritishni so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlasangiz yaxshi. Bittasini topshirasiz. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib olasiz. 4-qadam, arxivga so'rov bering. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivda saqlanayotganini aniqlang. Tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qilish mumkin. So'rovda korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, iloji bo'lsa bo'lim nomi ko'rsatiladi. Qanchalik aniq yozsangiz, hujjat topish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. 5-qadam, bank ma'lumotlarini tekshiring. Kartangizni amal qilish muddati tugamaganmi? Telefon raqamingiz to'g'rimi? Bank ilovasiga begona qurilma ulanmaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Shularni aniqlang. Agar kartangiz muddati tugagan bo'lsa, oldindan bankka boring. Pensiya tushadigan kuni kutib o'tirmang. Bankda ham hech kimga PIN kod aytmang. Xodim bo'lsa ham PIN kodni so'rashga haqli emas. 6-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Inichi yo'ldan pul chiqdi. Ro'yxatdan o'tmasangiz qolib ketasiz. Karta raqamingizni bering. SMS kodni ayting. Oldin 20 so'm to'lang. Keyin yordam pulini chiqaramiz degan gaplarga mutlaqo ishonmang. Rasmiy yordam yoki pensiya to'lovi uchun sizdan begona telefon raqamiga pul o'tkazish so'ralmaydi. Har qanday shubhali holatda bankning rasmiy raqamiga yoki tegishli idoraga o'zingiz qo'ng'iroq qiling.
7-chi qadam. Oilada pensionerlar bilan gaplashing. Men yosh tomoshabinlarga ham murojaat qilaman. Agar uyingizda ota-onangiz, bobo, buvingiz pensioner bo'lsa, ularning hujjatlarini birga ko'rib chiqing. Ular ko'pincha bezovta qilmay, o'zim eplayman deb yuradi, lekin birgina arxiv ma'lumotini topishdi. Elektron navbat olishda, ariza yozishda sizning yordamingiz katta foyda beradi. Demak, 12 iyuldan pensionerlar uchun eng katta syurpriz shuki, kim o'z hujjatini tekshirsa, kim o'z pensiya hisobini aniqlashtirsa, kim firibgarlardan ehtiyot bo'lsa, kim o'z huquqini talab qilsa, o'sha odam yutadi. Bu hamma uchun avtomatik bir xil pul tushadi degani emas. Bu avvalo e'tibor, tekshiruv, hujjat va to'g'ri murojaat masalasi. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq hujjatlaringizni bir joyga yig'ing, pensiyangiz qanday hisoblanganini tekshirtiring. Bank kartangizni xavfsiz qiling va shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. Agar sizda mening pensiyam kam chiqyapti, stajim to'liq kirmagan, kartamda muammo bor, qayerga murojaat qilishni bilmayman degan savol bo'lsa, izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimningdir har oy oladigan pensiyasiga, xavfsizligiga va xotirjamligiga ta'sir qilishi mumkin.